Sizni masala yechishda adashtiradigan top 3 ta xato. O'quvchilar bilan ishlagan 4 yillik faoliyatim davomida men o'quvchilarimga masala ishlashga xalaqit beradigan top 3 ta xatoni aniqlaganman. Keling, bugun birma-bir o'shalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xato – masalani tushunib oxirigacha o'qimaslik. Juda ham ko'p o'quvchilar aynan masalaning javobini topishga intilishadi va natijada masalani oxirigacha o'qishmaydi, qaysi son qayerdan kelyapti, o'qituvchi hatto masalani oxirigacha chiroyli qilib tushuntirib berganda ham tushunishmaydi. Sababi masalani oxirigacha o'qishmagan, nima reaksiya ketyapti, nima modda reaksiya kirishyapti, buni bilishmaydi. Shuning uchun ham masalani miyaga yaxshilab kirguncha qayta 3-4 martalab o'qish kerak. Ikkinchi xato – birliklarga e'tibor bermaslik. Juda ham ko'p o'quvchilar masala yechganda birliklarni yozishmaydi. Misol uchun massaga gram, molda miqdoriga mol, hajmga litr kabi birliklarni yozishmaydi va borib qiyinroq masalalarga kelganda bu chalkashishga olib keladi. Va oxirgi 3-chi muammo bu kalkulyatorga juda ham qattiq bog'lanib qolish. Juda ham ko'p o'quvchilarni ko'rganman. Masalani tushunadi, masalani ishlash yo'lini juda ham yaxshi biladi, lekin aynan hisob-kitob qismiga kelganda miya tormoz beradi. Chunki miya shu betgacha arifmetik amallarni, ya'ni bo'lish, ko'paytirish, qo'shish, ayirish amallarini faqat kalkulyatorda bajargan. Ya'ni miya mana shu kalkulyator bilan hisoblashga o'rganib qolgan. Shuning uchun ham boshida masala yechishni boshlaganda oddiy arifmetik usullarni miyada qilgan afzalroq. Misol, ustozlar kommentariyada yozib qoldiring, yana qanday xatolar bor o'quvchilarga masala yechishda xalaqit beradigan. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.